Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum azizlarim. Sog' salomatmisizlar? Sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Azizlarim, bugun sizlar bilan karam, ya'ni sho'r karam tayyorlaymiz. Bu ro'zg'orimiz uchun juda ham qulay. Bittagina karamni sho'rlab qo'ysak, ancha vaqtgacha dasturxonimiz ko'rki bo'ladi. Azizlarim, keling unda tayyorlaylik. Mana do'kondan bir karam sotib oldim. Mana ko'rib turganlaringizdek, bu karamni yaxshilab keraksiz joylarini pichoq yordamida olib tashladim. Ana endi mana karamimizni 4-6, ya'ni 4-5 qismga bo'lsak ham bo'ladi. Mana ko'rib turganlaringizdek. Mana yana 2 qismga bo'laman. Yana 2 qismni ham maydaroq qismlarga bo'lib, uni salatimizni olish uchun qulay qilib olamiz. Mana ko'rib turganlaringizdek. Mana shunday qismlarga bo'linadi. Demak, karamlarimizni qismlarga bo'lib oldik. Ana endi azizlarim, ko'rib turganlaringizdek, endi sho'r suvni tayyorlab olamiz. Mana 1 osh qoshiqda, demak 1 osh qoshiq, 2 osh qoshiq, 3 osh qoshiq, demak 3,5 osh qoshiqda, katta osh qoshiqda tuz solib 3-4 litr suvga yaxshilab eritib olamiz. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday holatda eritib olamiz. Ana endi karamimizni o'zaklarini olib tashlaymiz. Bu qattiqroq bo'ladi, yeyishga ham noqulay. Shuning uchun o'zimizga qulay qilib olamiz. Ana endi azizlarim, karamlarimizni kastrulkaga, ya'ni men sirli kastrulkadan foydalandim. Unga yaxshilab terib olamiz. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday holatda teriladi. Ana endi azizlarim, tayyorlab eritilgan sho'r suvni solamiz. Mana ko'rib turganlaringizdek. Demak, karamlarimizni ko'mish kerak, ya'ni ko'milishi kerak suvga. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana. Demak, sho'r suvga ko'mib qo'ydik. Ana endi ustidan azizlarim, mana bosib qo'yamiz. Ana endi ustidan tarelka qo'yib, mana bunday toshdan foydalandim. Demak, toshimizni paketga keltirib, mana shunday foydalandim. Demak, bu sho'r suvimizda 3 kun, 4 kun turadi. Mana demak, karamlarimiz 3 kun, 4 kun turdi. Mana xona haroratida, mana ko'rib turganlaringizdek. Ana endi bir idishimizga ko'tarib olamiz. Demak, hamma karamlar sho'rlangan, ya'ni sho'rni shimib olgan. Demak, mana ko'rib turganlaringizdek. Ana endi bu suvni ham to'kib tashlamaymiz azizlarim. Bizlarga bu suv albatta kerak. Ana endi mana qizil bolgarskilardan foydalandim. Quritilgan zelenlardan foydalandim. Demak, quritilgan ukrop, qalampirlardan foydalandim. Chesnokdan foydalandim. Mana ko'rib turganlaringizdek, qizil bolgarskini maydalagichdan maydalab olaman. Chesnoklar ham soldim. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday holatda bo'ladi. Ana shunday maydaroqni maydalab olasizlar. Mana demak, bu yerda chesnok ham bor. Mana bu sousimizga tuz ham solamiz azizlarim. Yaxshilab aralashtiramiz. Ko'rib turganlaringizdek. Mana tuzni tatib ko'rasizlar, kam bo'lsa yana ham solasiz. Demak, har bir sho'rlangan karamlarimizni orasiga mana shunday qilib joylashtiramiz souslarimizni. Mana ko'rib turganlaringizdek, har bir qavatiga sous surib chiqamiz. Mana shunday holatda bo'ladi. Azizlarim, albatta tayyorlab ko'ring. Uy sharoitidagi juda ham ajoyib mazali bo'ladi. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday holatda har bir karamni qavatiga sous joylashtiryapman. Mana ko'rib turganlaringizdek.
Mana endi quritilgan ukrop, qalampirlarni joylashtirdim. Mana ko'rib turganlaringizdek, ana endi surtilgan karimlarimizni ham joylashtiraman. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday joylashadi. Endi azizlarim, demak, mana bu yerda murch hamda lavroviy listni ham solib yubordim. Ta'm beradi azizlarim. Mana ko'rib turganlaringizdek, ana endi sho'r suvimizni to'kib yubormaymiz degan edim. Mana shu sho'r suvimizni solamiz. Mana ko'rib turganlaringizdek, ana endi tarelka yopib, xolodilnikka yaxtakkina joyga qo'yib qo'yamiz azizlarim. Demak, 2-3 kunda yoki kechqurun qo'ysanglar, ertaga albatta tayyor bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ring, g'oyibona ko'rishguncha deb qolaman. Allohim hammamizni sog'lik tinchligimizni bersin.